Birinchisi, Hidoyatul Muftin kitobidan. Unda aytilgan, kimki ilmni va ulamolarni xor qilsa, kofir bo'ladi. U ixtiyor qilingan fatvodir. Hidoyatul Muftin. Ikkinchisi, kimki olimni haqorat qilsa, xotini unga harom bo'ladi. Muxtorul Fatovo va Xo'jandi kitobidan. Uchinchisi, demak unga tavba va istig'for lozim bo'ladi, nikohni va iymonni yangilash kerak bo'ladi. Xoniya kitobidan. To'rtinchisi, agar xotindan biri murtad bo'lsa, oralariga ajralish tushgan bo'ladi. Zohir rivoyatda shunday deyilgan. Hazinotur rivoyat. Beshinchisi, ajnosda kelganki, kimki olimni haqorat qilsa, unga xotini harom bo'ladi. Imom Zufar rahimahulloh va Imom Abu Yusuf rahimahullohning har xil fiqhiy qarashlar to'g'risidagi asarida kimki olimga past nazar bilan va haqorat ko'zi bilan qarasa, kofir bo'ladi va xotini boyin taloq bo'ladi deyilgan. Muxtorul Fatovo, Jamil Muzmarot kitobidan. Oltinchisi, kimki Qur'onni yoki shariatni yoki ilmni yoki ulamoning hurmatini yengil sanasa, kofir bo'ladi. Jamil Fatovodan. Yettinchisi, ilmning va ilm ahlining hurmati shariatning buyrug'idir. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning kimki olimni ikrom qilsa, meni ikrom qilgan bo'ladi. Kimki meni ikrom qilsa, dar haqiqat Alloh taoloni ikrom qilgan bo'ladi degan gaplari bor. Tuhfadan bu. 8-si, fatvo to'plamlarida kelganki, boy kishi o'zining hashamati va shuhrati sababli faqih bir olimning oldiga o'tsa, joiz bo'ladimi? deb Faxrul Islomdan so'rashganida, u zot yo'q, bo'lmaydi deb javob berganlar. Chunki bunda olimning hurmatini yengil sanash bor, uning hukmi esa yuqorida o'tdi. Buxoro ulamolaridan so'rashgan ekan. Bir boy odam majlisga kelib, olimdan yuqoriga o'tib o'tiribdi. Holbuki o'sha olim unga namoz, roza, zakot, haj, hayz va nifos kabi masalalarni o'rgatib yurardi. Unga hech narsa bo'lmaydimi? Boyga hech narsa bo'lmaydimi? Buxoro ulamolari bu savolga javob berib aytdilar. Imom Azam Abu Hanifa rahimahulloh buning holati 4 xil bo'ladi deganlar. Hurmatini yengil sanab o'tgan bo'ladi, yoki adovat sababidan, yoki xorlash maqsadida, yoki mazax qilib o'tgan bo'ladi. Shulardan avvalgi 3tasida kofir bo'ladi va xotini taloq bo'ladi. Oxirgisida esa unga ta'zir beriladi va uning odobsizligi elga oshkor qilinadi. Bizning zamonamizda fatvo Buxoro ulamolarining gapiga berilishlik kerak. Majmuatul Fatovo. 9-si, kimki biror olimga yoki faqihga zohir bir sababsiz dushmanlik qilsa, uning kofir bo'lib qolishining xavfi bor. Hazinat rivoyat kitobidan. Mazkur tarixiy fatvoga o'z davrida 4 nafar olim muhr bosgan. Hujjatning haqiqiyligini tasdiqlaydi bu muhrlar. Ular kimlar? Muhammad Aziz ibn Hudoydod 1792-melodiy yil. Qozi Qurbon Badal ibn Qozi Ulkan 1793-melodiy yil. Mirxo'ja ibn Shoh Shamsiddin Gasht Qozi Romitan 1795-melodiy yil. Mir Abdurrahmon Mufti ibn Mir Abdurrasul. Mana o'qidik. Ulamolarning fatvosi shu ekan. Ilm ahllarini behurmat qilish, ularni ta'na malomat qilish, besabab yomon ko'rishlik kofir bo'lishligiga, xotini taloq bo'lishligiga olib boradi deyilyapti.